Sekina kalla baraman. Shunday qilsa ham yuradimi? Qanotim bo'lganda uchib borardim. Qanot afsuski yo'qdi. Hozir o'tiravering. Buni qo'rqib nima chiqadi yo'lga? Qo'rqsa nima bor yurib? Jinao. Bildik ko'ring. To'g'ri, qanaqa mashina? Mercedes-Benz degani mana shu bo'ladi. Qoyil. Ezi bordi, bolam. Har xil odam bordi. Nima bir dehqon odam bo'lsa. Bo'lmasa richakda ildiramizda, richak bilan tortamiz. Boshqa iloji yo'q. Sho'rvoq, ammo so'kka to'rish yo'li. Kevering. Yuravering, to'g'ri yuravering. Axtir, o'nsiz. Осторожней. Tez kel. Zarur texnika, sifatli xizmat. Bismillahirrahmanirrahim. Zafi kelib tushdi. Amir so'ygan. 8 oydan beri mana shu evakuatorda tirikchilik qilamiz. El xizmatidamiz. Har xil hodisalar bo'ladi. Kimdir o'zi turtib oladi, kimdir kelib turtib olishadi. 1,5 soatda xudo xolisa borishimiz kerak tashlangan lokatsiya bo'yicha. Hozir ko'rsatayotgan nimamiz 86 kilometr ko'rsatyapti. Kartalar navigatorlar ko'paygan sari hozirgi haydovchilar orientiya bera olmaydi, qayerda to'xtab qolganini, qayerdan nima qilganini. Yaxshi shu ilovalar orqali lokatsiya tashlab yuborishadi, lokatsiya bilan boramiz. Kalendar qizil bo'lsa ham bizga ish. Bayrammi, qor yog'adimi, tosh yog'adimi? Xalq xizmatidamiz ham. Mashinalar bugun bayram ekan deb buzilib qolmasa edi mayli edi. Bizda operatorlik slujbasi bor. 3 ta operatorimiz bor. 3 ta operatorimiz zakazda olib keyin mashinani qaysi mashina yaqinroqda bo'lsa o'sha mashinani jo'natib yuboradi. Tarqal. Evakuator ishi bunaqa qiyin emas. Asosiy mas'uliyatli joyi yuklab mashinani chiroyli qilib yuklab olish kerak deb to'g'ri qilib, keyin to'g'ri qilib qattimlash kerak uni. Asosiy gap qattimlashya. Chunki mana yo'llarni ko'ryapsizlar qanaqa ahvol. Shahardan, bosh joydan restoran bosib qolishimiz bor. Ko'pchilik shopirlar evakuator ekan, nima ekan, o'tkazmasam bo'ladi deb qilishadi. Biz ham o'zimiz shoshib o'sha ketayotgan bo'lmaymiz. Biz ham odamlar mashinasi avariya bo'lib qolgan payti chaqirib yo'lni yopib, o'shani bo'shatish kerak, olish kerak deb o'ylab turgan bo'ladi. O'shanga shoshilgan paytimiz ko'pchilik shopirlar yo'l ham bermaydi. Shuni shopirlar sal e'tiborga olib maqsa yaxshi bo'lardi. Gohida qo'pol bo'lsa ham so'kib yuborasan deb shopirlar. Nima qilamiz-ku? Foydasi yo'q, bizani eshitmaydi, tushunmaydi. Mana shu mashinam deyman-da. Bizani qo'ylayotgan, shu ekan. Nazorat qilar ekanmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima bo'ldi, yurmayaptimi bu? Buzilib qoldi mashina, botib qoldi. Kurchogingiz bor-a orqada? Kurchok bo'lsa kerak. Bu zapaskani atrofini qarang, kurchogingiz bo'lishi kerak. Yo'q. Zapaska yo'q-ku bunda, to'g'ri. Yo'q-ku kurchok. Qarang, hozir bunda kurchogingiz yo'q. Gaz balon qo'ygan payt kurchokni zapaskani oldi bo'lgan, olib qo'ygansiz. Hozir richakdan tortsam bo'ladi. Kevering. Sal manga olasiz. Yuravering, to'g'ri yuravering. 1 metr yo'l qoldi, 1 metr. Hech narsasi yo'q. Kurchokda nima qilgan, nima qo'ygan, qayerga qo'ygan bilmaydi bular. Glani gazini qo'yib olgan bo'ldi, ishi yo'q boshqa narsa bilan. Qarab qo'yadi kurchokka, kurchok bo'lish shart u mashinada. Kurchok bo'lmasa qanaqasi, mana holat bo'lib qolsa nima qilinadi? Yaxshi yurib qoldi. Yurmasa nimadan tortardim? Ko'ryapsizlar, ahvol sharoit mana bunaqa. Iqlim sharoiti juda qiyin. Har xil odamlar ishlaymiz. Shuning uchun bizning firmada, bizning korxonada murakkab joylarda tajribali odamlar jo'natishadi. Perivaldan qancha davollardan, taxta qarash davollardan o'tgan bolalar hammasi. Bir emas 5-6 marta, 10 marta, 15 marta o'tgan bolalar hammasi. Lubbo O'zbekiston tochkasiga borib keladi. Xolaganingizdek qilib borib keladi. Kechasi, kunduzi. Lubbochasiga borib keladi. Arqoni aksiya olib, sovuq arqoni aylanib qoldi. Hozir mashinani qattiqlaymiz, keyin lapan olamiz. Tushdi, 3 ta arqon qo'ydim. Endi xudo xolasa qimirlamasdan
Boradi Toshkentgacha. Ketdik nasib bo'lsa. Birdaniga botib qoldim-da. Shu bilan mashina siltanib o'chib qoldi. Hech bunaqasi bo'lmagan. Ancha yil shopirman o'zim. Pampers to'lgandirdi benzin maqsad. Kim biladi siz endi ertaga ustaxonaga tashlab qo'ysangiz, xudo Chunki- xolasa. Zamokni qo'shgan paytingiz ozgina yuryapti-da, keyin yurmay qoldi. O'sha davleniya boshida ko'proq beryapti-da, keyin yetmay qolyaptimi deyman-da. Ertaga ustaga ko'rsatamiz endi xudo xolasa. Ha, xudo xolasa ertaga. Firmalar nomi qanaqa? Tezkel.uz. Tezkel.uzga rahmat. Endi qancha yetib boramiz xudo xolasa. Endi xudo xolasa hozir 1,5 soat, 1 soatda 32 ming deyapti. Bu mashina vazni necha tonnagacha bo'ladi? 4 tonnagacha gazellarimiz 4 tonnagacha, Mercedeslarimiz ham 4 tonnagacha. 4 tonnagacha. Isuzu 6-7 tonna oladi. Bir kunda necha reys qilasiz? Shahar ichida, Toshkent shahrida. Shahar ichida 8 ta, 10 ta, o'rta hisobda 8 ta, 10 ta. 8 ta. Shoshilmasdan tushirasiz. Yana ozgina. Bo'ldi. Xudo xolasa keldi. Mashinangiz yaxshi bo'lib ketsin. Tegidan shamol o'tkazsin. O'rganib kelsin bo'lsin. Sog' bo'linglar. Bo'ldi, buni tugatdi u missiyani. Endi xudo xolasa borib boshqasini yuklasa mashinani, yana buzilib qolgan mashina bor ekan. Yaxshimiz aka, tinchimiz, charchamayapsizlar. Men evakuator haydovchisi edim. Mashina chaqirib turibsiz. Mana Malika atrofida ekan keyingi mashinamiz. Xudo xolasa borib yukla olamiz. O'zi to'g'ri 8 qolgan bo'lsa 5 kilometr qoldi dedi. Razorati bormi deyman-da. Qara, men lokatsiyangiz bo'yicha nima qilib keldim? Men bitta KFC'ni stankasiga kiraymi yo yo'l ustidamisiz? Yo'q, shunday yo'l yo'lda turib bormoqchi. Поворачивай, руль. Все. Сейчас я чуть-чуть назад дам. Mashinamiz buzilib qoluvdi. Evakuator chaqirtirdik, mana 5 daqiqaning ichida yetib kelishdilar. Katta rahmat ikkigalar uchun. Куда везти, брат, надо? Пусть хамон вечер, как Да. Где остановка вот эта? Пусть участок на бетонку, где сторону Шеребова справа, да? Zapravka anqasida ekan. Iberda? Ha, shu Uyga borasiz, ustaxonaga borasiz? ustaxonaga. Ustaxona. Ha. Сколько лет? 50. 50? Так переживать не надо. Мне 55 будет. Я в 54 ушел, ближе к 55. Все пацаны, видно это, свои, да, вот такие вот. Ko'cha ko'rgan bolalar-da. Да, такие вот. Успокойся, не переживай, все нормально. Конечно, за железо не переживаю. Жив, здоров. Главное сам жить здоров, Жулик. Главное сам. Живя, жив, здоров. Мой племянник в 3 классе учился. Сердце остановился. А что из-за чего? В школе сейчас говорят какие-то конфеты, манфеты, что-то такое. Не из-за этого? Аллах рахмати вагам bo'lsin. Друга, это... Другая, поэтому Сам не самаркандский, Жулик? я почти. Ташкентский? Просто назвал Джура. Нет, Джура, пару... Все говорят Джура. Так что... А сам кто по нации? Армянин. Ахпер, он siz. Я армянин. Третья улица направо. Сандя, ну садись вот это. Я туда иду. Третья улица направо. Вот третья улица направо. Yo'lga chiqing.
Bo'ladi. Toroz bosib turasiz, endi men oldiga yuraman. Toroz bosib turman, uzaman. Vonsiz. Lan, давай. Поехали. Удачи. Bugun ishimizni tugatdi, Xudo xohlasa. Amirsoyga borib keldim. Shaharda ishladim. Mana bugungi kunimiz shu bilan tugadi. Endi uyga borib damni olsa, kechasi ishlayotgan smena chiqadi bolalar. Biz ertaga kunduz, men yana ertaga kunduz ana ishni boshlaymiz, davom ettirib ketaveramiz. Xalq xizmatiga tayyormiz. 24 ga 7 ishlaymiz. Bemalol murojaat qilaveringlar. Og'irlaringizni yengil qilamiz, zo'rlaringizni yaqin qilamiz. Olg'a. Tez kel. Zarur texnika. Sifatli xizmat.